tazdagi perikosi bo'lsa, uni tuzatib keyin uzatish kerak. Skoliozi bormi? O'sha tazdagi qiyshayishlar homiladorlik paytida hozirgi kunda rosa ko'p uchrayapti, simfizit. O'shalarga sabab bo'lyapti. Ya'ni lomni ko'z ochilib qolib, og'ruvlar bo'lib, yoki erta bola tushish xavfi bo'ladi, yoki bolada qanaqadir o'zgarishlar bo'ladi, shunaqalarga sabab bo'lib qoladi. O'shaning uchun har doim qizlarni tazdagi perikosi bo'lsa, uni tuzatib keyin uzatish kerak. Skoliozi bormi? Обязательно qizlarni tekshirib. Hozir uni anaqa qilsa bo'ladimi? Yormachasi turinchi qachon bo'yiydi o'zi? O'sha bir oylarga Qo'lingizni tushiring. To'g'riga qarang. Bosh va shu oldinga ketib qolgan. Mana bu anaqa ham giperlardoz ham kuchayib ketgan. Mana ham bosh oldinda, ham bel oldinda. Bu homilador bo'lish bilan murtqaga nagruska berishni boshlaydi. Keyin homila katta bo'lgandan keyin bu yog'iga ma'li tazga nagruska berishni boshlaydi. Keyinchalik уже bolaga nagruska beradi, bolaga. Bola qiynaladi.